Eshitishimga qaraganda kam xarch, oson, shu bilan birgalikda juda mazali pechenye retseptini qidirib yurgan ekansizlarmi? Bor bitta shunaqasidan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, aynan shu tariflarga mos pechenye retseptimni sizlar bilan bo'lishaman. Masalliqlar to'liq grammini opisaniyada yozib qoldiraman. Birinchi bo'lib qatiqqa 1 choy qoshiq suvda aralashtirib bir chetga olib qo'yamiz. Keyin alohida idishga shakar, tuxum, pista yog'i, ozgina sariyog' va aralashtirib qo'ygan qatiqimizni solib, yaxshilab bitta massaga kelguncha aralashtirib olamiz. Ketidan un, razixetil, vanilin solib, chiroyli qilib yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qilib olamiz. Xamiringlarning ko'rinishi xuddi shunaqa qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina bo'lishi kerak. Xamirimizni 10 daqiqa mobaynida tindirib olib, mayda-mayda bo'lakchalarga bo'lib shakl berib olamiz. Bu pechenyega hattoki ideal shakl berishingizni ham hojat yo'q. Dumaloq qilib tashlaversangiz, pishganda juda ham chiroyli chiqadi. Tayyorlab olgan bo'laklarimizni videoda ko'rsatilgandek qilib, maydalangan yong'oqda faqat ust qismini botirib olamiz. Xohlasanglar, avval tuxum sarig'i surib, keyin yong'oqni botirib chiqsanglar ham, unda ham idealni chiqadi. Tayyorlab olgan pechenyelarimizni 170 gradusda 20-25 daqiqa mobaynida pishirib olamiz. Qarabsizki, 25 daqiqadan so'ng shunaqa chiroyli go'zallik tayyor bo'ladi. Farzandlaringizga, hattoki mehmon dasturxonlari uchun ham juda ham chiroyli ko'rinadi. Men ichlarigacha ham juda ham yaxshi pishib chiqadi. Menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bundan-da yaxshi retsept va layfhaklar hali oldinda.